Diqqat qiling, qalblarni larzaga soluvchi yana bir mudhish qotillik Samarqandda yuz berdi. Batafsil ma'lumotni video orqali bilib olishingiz mumkin. Yuragi bo'shlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ayolini chuqurga tiriklayin ko'mib, ustini mashina bilan yopgan va o'ldirish bilan qo'rqitgan erga sud hukmi o'qildi. Daryo muxbiri ushbu holat bilan bog'liq sud hujjatlarini o'rgandi. Ma'lum qilinishicha, bundan avval muqaddam 3 marotaba sudlangan. 1995-yilda tug'ilgan Ahtam Narziyev ism-shariflar o'zgartirilgan. 2009-yilda E'tibor Elbekova bilan qonuniy nikohdan o'tgan. Ular turmushi davomida 3 nafar farzandni dunyoga keltirishgan. Er-xotin o'rtasida tez-tez oilaviy kelishmovchilik va janjallar bo'lib turgan. 2021-yil aprel oyining boshlarida Ahtam uyiga mast holda kirib keladi. Tabiiyki, bu holatda arzimagan narsadan yana janjal kelib chiqadi. Bundan g'azablangan er ayolni do'pposlab turli jarohatlarni yetkazadi. Shu ham yetmaganidek, uni uyning tomorqasiga olib chiqib, qo'liga belkurak berib, chuqur qazishni buyuradi. E'tibor homilador ekanini va qiynalayotganini aytishiga qaramasdan, Ahtam uni yana urib, chuqur kavlamasang o'ldiraman deya tahdid qiladi. E'tibor qo'rqqanidan taxminan 4-5 soat davomida 2 metrli chuqurni qazishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Ahtam ayolini chiqarib olish o'rniga bo'ynigacha tuproq tashlab, ustini Jiguli rusumli avtomobili bilan yopib qo'ygan. Jabrlanuvchi 3 kun davomida ovqat va suvsiz holda qolib hushidan ketgan. E'tiborning aytishicha, u o'ziga kelganida uy ichida bir ahvolda yotgan, ammo shunday bo'lsa-da, turmush o'rtog'i uni yana urib tashqariga olib chiqib chuqurni ko'mishni buyurgan. Ayol holsiz va kuchsiz holatda erkakni tushuntirishga harakat qiladi, ammo u eshitishni istamaydi. Shu payt oldimizga itimiz aylanib keldi. Shunda u itning og'zini selofan bilan yopib pichoqladi va menga ko'rsatib, agar aytganini qilmasam, itning kunini boshiga solishni bildirib, o'ldirish bilan qo'rqitdi. Qo'lidagi pichoq bo'lgani uchun meni o'ldirishi mumkinligini o'ylab juda qattiq qo'rqdim. Ortiqcha gapirmasdan o'rani tosh bilan to'ldirdim va ustiga tuproq tashladim. Shuncha yil bolalarimni uylab bu haqda biror bir kishiga aytmadim, ayta olmadim, deydi E'tibor ko'zida yosh bilan. Turli zo'ravonlik, xo'rlik va tahqirlashlarda charchagan ayol 2025-yilning 2-fevral kuni navbatdagi janjaldan birida jahl ustida turmush o'rtog'ining ustidan tuman ichki ishlar bo'limiga ariza qildi. Sud jarayonida E'tibor turmush o'rtog'iga nisbatan moddiy tomondan da'vosi yo'qligini, chora ko'rishni so'rashga qo'rqishligi va shu sababli da'vo qilmasligini bildirgan. Erkak sudda aybiga iqrorligini va chin dildan pushaymonligini, jabrlanuvchining da'vosi yo'qligini inobatga olib, suddan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishini so'ragan. Biroq sud hukmi bilan Ahtam Nazirov Jinoyat kodeksining 138-moddasi zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish 2-qismi A, B bandlari va 112-moddasi o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topildi. Unga nisbatan 3 yil 3 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash belgilanadi, deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.